Bu masalamiz ham o'sha planimetriya qismiga oid. Romb ABCD romb berilgan. AF GF FD mana AF AJ deyapti. AJ GF va FD bir-biriga teng deyapti. Bu tomondan BY YH HS bir-birlariga teng. Mana xullas bunday jaydari tilda aytaylik. Mana bu tomoni 3 ta teng bo'lakka bo'lingan, mana bu tomoni ham 3 ta teng bo'lakka bo'lingan. Keyin o'rtasidagi mana bu tomondan crest chizilgan, mana crest chizilyapti. Keyin J nuqtadan uchiga qarab bitta chiziq o'tkazyapti. Mana bitta ko'm-ko'k uchburchak paydo bo'lyapti-yu. Ana shuni yuzini topish kerak bo'lyapti. Ikkinchi savol. Shuning yuziga butun rombni yuzini mana shu yuzaga bo'lganimizdagi nisbatni topishimiz kerak bo'lyapti. Ajoyib. Undan keyin IG ni GF ga JF ga nisbatini so'rayapti. Mana bu bo'lakchaning mana bu bo'lakchaga nisbatini so'rayapti. Qanday qilib topamiz biz buni? Biz buni topamiz. Mana o'sha rasmni sal boshqacharoq ko'rinishda chizib oldim men. Keling, bir ish qilamiz. Ozgina dars o'tamiz. Mana bitta nima chizamiz? Trapetsiyaga o'xshagan narsa. Mana trapetsiyaga o'xshagan narsa ko'p mana shu vaqtni oladi-da. Trapetsiyaning o'rta chizig'ini topish uchun osongina topasiz, siz to'g'rimi? Mendan shu bugun bitta narsa olib qoling. Bitta narsa bo'lsa ham boyagilardan tashqari. Mana shu masala uchun bitta narsa olib qoling. Mana bu yer A bo'lsa, mana bu yoq pasti B bo'lsa, trapetsiyaning o'rta chizig'ini topish uchun A ni B ga qo'shib turib, shunday ikkiga bo'lib olasiz, to'g'rimi? Keyin mana shu chiziqni sal qimirlatib qo'ysam, keyin nima qilaman deb o'tirasiz. Chiziqni qimirlatib qo'ysam. Ana shuni hozir bugundan boshlab siz shunaqa narsaga erishasizki, mana siz endi o'rta chiziqni S deydi, biz mana istalgan chiziqni S deydik deb o'ylaydik. Bugun men sizga buni istalgan tomonga qarab surgan paytda qanaqa topishni bittada bir zarbada qanaqa topishni o'rgatib qo'yaman va topshiriq ham beraman. Topshiriq nimadan iborat bo'ladi? Nega shunaqa degan savolni o'zingizga qoldiraman. Ma'qulmi? Xo'p, qarang. O'rta chiziq bo'lmasa, teparoqda yo pastroqda bo'lsa, uzun hisob-kitoblar qilmang bundan keyin. Ana shu S nimaga tengligini yozib qo'yaman. Qarang. Birinchi og'izaki aytaman. Mana shu S mana bunga teng. Qarang. X ni pastga ko'paytirasiz, joyini almashtirib ko'paytirasiz. X ni B ga, Y ni A ga ko'paytirasiz-da, chiqqanlarni bir-biriga qo'shasiz-da, X plus Y ga mana buni uzunligiga bo'lib olasiz, tamom S chiqadi har doim. Nega shunaqaligi sizga uyga vazifa bo'ladi. Xo'p, nima bo'ldi demak? S teng AY plus BX taqsim X plus Y. S teng AY plus BX taqsim X plus Y bo'ldi. Mana bu kasr chizig'ini sal uzunroq qo'yaylik-da. Ana. Mana bu formulani boyagi men sizga darsni boshida aytgan bloknotim bor edi-yu. Tez yozib oling. Buni bu yoqqa ko'paytirdingiz, buni bu yoqqa ko'paytirdingiz, qo'shdingiz, X plus Y ga bo'ldingiz, S kelib chiqadi. Qayerda joylashganligini mutlaqo ahamiyati yo'q bundan keyin. O'rta chiziq, keling o'rta chiziq bo'lsa nima bo'lishini ko'raylik. O'rta chiziq bo'lsa Y bilan X bir-biriga teng bo'ladi-yu. Ikkalasi ham X bo'ladi-da, AX plus BX bo'ladi, mana bu 2X bo'ladi. AX plus BX taqsim 2X. X ni qavsdan tashqariga chiqardingiz, ha? X ni qavsdan tashqari chiqardingiz. A plus B qavsdan tashqarida X, pastda 2X bo'ldimi? X bilan X armiyaga ketdi. Ana A plus B taqsim 2 bo'ldimi? Ana siz bilgan o'sha oddiy o'rta chiziqning formulasi kelib chiqdi. Mana bunisi endi bu krutoyi bu. Libboy degani-da. O'zbekcha so'zmi libboy? Istalgan degani. Butun mahallasi bilan kelsa ham topasiz mana endi. Negaligini yozib, kimdir ko'rib chiqsa, o'sha izohlarda qoldiring bizga. Ko'rib chiqamiz. Endi bu nimaga kerak bo'lib qoldi degan savol bo'lishi mumkin-a? Kerak bo'lib qoladi bu ham. Qayerdadir ishlatamiz buni ham hozirda. Mana shu yerda ishlatiladigan joylari chiqib qoladi uni ham. O'chirdik mana. Yozib olgansiz deb umid qilamiz. Mana bizda o'sha boyagi shaklimiz keldi. Buni kattalashtirib bering menga. Ozgina. Xo'p. Endi qarang. Mana bu uchburchakka qarang. Mana bu yerga men harf qo'yaman. Qanaqadir M. Mana bu yerga N. Mana bu yerda K. MNK uchburchakka qarang-da. MNK uchburchakka. Agar mana bu bilan mana bu masofa teng bo'lsa, mana bu bilan mana bu teng bo'lsa, mana bu yerlar teng bo'lsa,
Mana bu MNK uchburchak uchun o'rta chiziq vazifasini o'taydimi? Qani, nima bo'ladi? Uchburchakning o'rta chizig'i uning asosiga parallel va uning yarmiga teng. Oddiy Fales teoremasidan kelib chiqadigan oddiy tushuncha. Mana bu yerda agar men 2x desam, mana bu yerda o'rta chizig'i nima bo'ladi? X bo'ladi. O'rta chizig'i x bo'ladi. Mana bu yerdan shundoq chiziq o'tkazaman, qarang. Ana, nima ko'ryapsiz mana bu yerda? Kim nima ko'ryapti? Ajoyib, mana trapetsiya ko'rdi odamlar. Trapetsiya bor bu yerda. Trapetsiyada yana bitta ma'lumot mana yozib oling o'zingizga. Mana shu yerdan trapetsiya chizishim kerak amallab. Hoppa. Chizildimi trapetsiya? Chizildi trapetsiya. Trapetsiyaga diagonal o'tkazamiz. Mana bunday va mana bu yerdan ketdi. Mana bunday diagonal o'tkazamiz. Mana bu yer A, mana bu yer B bo'lsa, mana bu yerda x, mana bu yerda y deyman. Buni ham sizga qoldiraman uyga vazifa qilib. Qarang. A ni B ga nisbati x ning y ga nisbatiga teng bo'ladi doim. Diagonallar tomonlar qanaqa nisbatda bo'lsa, xuddi shu nisbatda bo'linadi. Demak, menda mana x edi, mana bu yoq 2x ku, har bir bo'lagi bular teng qilib bo'lgandik-ku, boya masalan shartida bu ham 2x, mana bu ham 2x, mana bu ham 2x, bu ham 2x va nihoyat mana bu ham 2x edi-ku. Mana bu yer 2x, bu yer 2x, x bo'lsa, demak 2 bir nisbatda bo'linyaptimi? Mana bu yer y bo'lsa, ha? Mana bu chiziq. Mana bu ko'k uchburchakning asosi bor-ku, mana qizil bilan men shunday qalin qilib chizganim asos y bo'lsa, mana bu tomoni 2y bo'ladi. Mana bu. Nima uchun? Mana bundan bu 2 barobar katta bo'lsa, bundan ham bu shuncha barobar katta bo'ladi. Hozir aytdim-ku mana. Buni bunga bo'lganimizda ne chiqsa, buni bunga bo'lganimizda ham xuddi shu chiqadi. Ana endi bu nima menga beradi degan savolga javob beramiz. Boya sizga uchburchakni asosi bir xil bo'lsa, uni boshini qayoqqa qarab sursangiz ham yuzasi bir xil bo'laveradi degandik-a. Ana endi uchburchakning asoslari qanday nisbatda bo'lsa, balandliklari bir xil bo'lgan uchburchakning asoslari qanday nisbatda bo'lsa, uning yuzalari ham shunday nisbatda bo'ladi degan narsani ko'rsatamiz. Xo'p, buning uchun buni o'chiramiz. Mana o'chirdik. Bularga keyin qaytamiz hali. Qarang. Mana bu yerdan bitta uchburchak olaman. Mana. Mana bu yerga A, B, S desam tomonlarini. Mana bu yerga yuzasiga S, mana bu yer T bo'lsin, mana bu yer K bo'lsin, ha? Qarang. S ni T ga nisbati A ni B ga nisbatini beraveradi. Ya'ni S bo'lingan T teng A taqsim B bo'laveradi. Yoki T ni K ga nisbati B ni S ga nisbatiga. Ya'ni yuzalar qanday nisbatda bo'lsa, asoslar ham shunday nisbatda bo'ladi. Va aksincha, asoslar qanday nisbatda bo'lsa, yuzalar ham xuddi shu nisbatda bo'ladi. Keling, shuni nima qilib qo'yaylik? Hammaga tushunarli bo'lishi uchun oddiy nima deydi? Isbot deydimi? Isbot qilib qo'yaylik. Mana uchburchak balandligi h. Mana bu balandlik emas. Keling, balandlik bo'lib qoldi bu. Balandlik bo'lmasdan chizilsin. Mana uchburchak balandligi h. Mana bu yer a, mana bu yer b ga teng. Mana bu bo'lakchasini yuzi nimaga teng? Mana bu balandlik h ga uchburchakning balandligi. Mana bu bo'lakcha a h taqsim 2 ga teng. Mana bu bo'lakcha b h taqsim 2 ga teng. Shunday nisbat olsangiz, ikkilar ham hlar ham qisqarib ketadi, a taqsim bu bo'ladi. Demak, asoslar qanday nisbatda bo'lsa, yuzalar ham shunday nisbatdami? Tamom. Endi men mana buni joyini solaman. Mana buni s deb belgilab olganman mana. Ha? Ko'k uchburchak, men qidirayotgan uchburchakning o'zi s mi? S. Mana bu tomon 2s bo'ladi. Nimaga? Buni asosidan buni asosi 2 barobar katta-ku. Yuzasi ham 2 barobar katta bo'ladi. Mana bu uchburchakning yuzi 3s bo'ldimi? 3s bo'ldi ya. Ana endi buni men bunday parallelogramgacha to'ldirib olaman bunday qilib. Mana bu yer ham 3s bo'ladi. Mana bu mana qizilga bo'yagan joyim 3s bo'ladi. Nargisi ko'k bilan 2s yig'indisi. 3s bo'ldi. O'sha bitta parallelogramcham necha bo'ldi? 6s bo'ldi. Unaqadan nechta bor bu yerda? Ha? Buni masalan bunday to'ldirsak, o'sha parallelogramga asoslarini 2s qilib to'ldirsak-da. Bu 2s ku. Bu yoqqa ham 2s qilib to'ldirsak 6s bo'ldi. Unaqadan 6s dan bitta, 2 ta, 3 ta. 18s, mana bu yoqda ham yana 3 ta, jami romb yuzasi bor yo'g'i 36s ekan. Og'zaki nima qilsa ham bo'ladi. Yana bir tushuntirib o'tay, tushunmay qolganlar uchun. Ya, ha?
Ana. Hop. Mana shu yerda nima uchun 6s qayerdan paydo bo'lganini bilmay qolganlar uchun tushuntiraman. Qarang. Asos mana bu yer 2x ga teng. Ha? Asos 2x ga teng. Asosi 2x bo'lsa, buni masalan parallel qilib bunday to'ldirsak, mana bu yerda ham 2x qilib olsam, 2x ga 2x parallelogram qilib to'ldirsam, bu yeri 3s, mana bu tomon ham 3s, 6s yuza bo'ladi. O'shanaqa 2x lardan menda nechta bor? Men bu yerdan bitta to'ldiraman. Men bu yerdan endi bunday qilib to'ldiraman. Men bu yerdan yana bitta 3 ta bo'ldi. Bu qatorda yana 3 ta. 6 ta 6s bo'ldi. 6 ta 6s 36s bo'ladi. Meni ko'k yuzacham s ga teng. 36s ni s ga bo'lsak, nima kelib chiqyapti? Ha? 36 kelib chiqyapti-da. Orqaga qaytyapmiz. Qaysi savol javob topildi? B siniki topibdi-ya. Katta romb yuzasini kichkina romb yuzasiga bo'lganimizda necha chiqyapti? 36 chiqyapti. Ajoyib. IG ni GF ga nisbatini ham topib qo'ydik-a? Mana y 2y bo'ldi-yu, uni boya tushuntirdik-ku. 1 taqsim 2 bo'ldi. Tamom, bu masala o'zini ulushini oldi bizdan.